Assalomu alaykum, Fikrlar podkastining aziz tomoshabinlari. Biz oldin xabar berganimizdek, bu galgi podkastimizda botanika, tabiat haqida, o'simliklar haqida gaplashamiz. Bugungi mehmonimiz yoshligidan yoki butun umrini mana shu botanika sohasiga, o'simliklarga baxsh etgan Anvarjon opa bo'ladi. Xush kelibsiz bizning podkastimizga. Xo'p, birinchi savolim, nima uchun botanika bugungi kunda kerak? Avvalambor, assalomu alaykum. Bugungi kunda botanika juda ham kerak, chunki ko'pchilik bugungi kunda aholining katta qismi dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Keyin botanika orqali shu o'simliklarni to'g'ri ekish, ulardan yuqori hosildorlikni olishga erishiladi. Bunga albatta shu botanika yordam beradi. Bundan tashqari oziq-ovqat xavfsizligi, o'simliklarning asosiy yangi oziq-ovqat sifatida ishlatiladigan o'simlik navlarini yaratiladi hamda ular o'sha chidamli, qurg'oqchilikka chidamli bo'lgan o'simliklar tanlanadi. Keyin bundan tashqari dori-darmon sifatida ko'pchilik o'simliklar hozirgi kunda shu o'simliklar dori-darmon olishda o'simliklardan foydalaniladi. Keyin atrofni muhitni muhofaza qilish, o'rmonlarni, tabiiy resurslarni hosil qilishda albatta ularni saqlash, chidamli turlarni tanlashda albatta botanika sohasi kerak deb o'ylayman. Biz bugungi suhbatimizda issiqxonada, ya'ni parnikda oranjeriyada olishga qaror qildik. Mana shu yerda turli-tuman uy sharoitida o'stiriladigan o'simliklar bor. Biz shunday savol tug'iladi. Bizni opa-singillarimiz uy sharoitida mana shunday gullarni kamdan kam yetishtirishadi va ularda ko'pchiligida qandaydir xatoliklar bo'ladi. Ekilgan yoki sotib olingan gullar so'lishni boshlaydi yoki nobud bo'lishni boshlaydi. Bunga nima sabab? Uni to'g'ri parvarish qilish yo'li qanday? O'simliklarni xona sharoitida, ayniqsa gulni sevmaydigan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Menimcha, birinchidan uyda parvarish qilganda gullarni to'g'ri joyini tanlash kerak. Ayrim o'simliklar quyoshni sevmaydi, soya joyda o'sadi. Quyoshda o'sadigan gullar bo'lsa, masalan, kaktus, aloylar quyoshni sevadi. Quyosh tushadigan joyga qo'yish kerak. Soya joyda qirqquloqlar, mana qirqquloqlarni soya joyga qo'ysa ham bo'ladi. Keyin sug'orish tizimiga e'tibor berish kerak. Kam suv bermaslik ham kerak, lekin kam suv berganda ildizi qurib qolishi mumkin. Juda ko'p suv bermaslik ham kerak. Unda tez chirish boshlanadi. Shuning uchun me'yorida o'simlikni suv beriladi va o'g'itlashga e'tibor berish kerak. Juda ham tuproqqa ekish mumkin emas. Albatta tuproqqa 3:1 nisbatda to'g'ri tuproq qum bilan aralashgan bo'lishi kerak hamda sopol tuvaklarda yaxshi gullar sopol tuvaklarda ham yaxshi o'sadi. Keyin tuvakni tagi teshik, albatta teshik bo'lishi kerak. O'sha ekishdan oldin mayda tosh yoki penoplastlarni qo'yib, o'sha 3:1 nisbatda ekkanda va parvarish qilish kerak. O'sha sug'orishlariga, o'g'itlariga, tuproqning holatiga ham e'tibor berib turish kerak. Katta tuvakdagi gullarni 1 yil davomida almashtirib turish kerak yoki o'g'it berish kerak. Demak, tuvakini almashtirib turish kerak, chunki oziqasi sho'rlanib qolishi mumkin, tuproq sho'rlanishi bo'lishi mumkin. Kichik tuvaklarni har 6 oydan almashtirib turish kerak. 6 oyda almashtirib turish kerak bo'ladi. Juda katta tuvaklarni 2 yilda almashtirsa ham bo'ladi. Lekin baribir unga o'g'it, to'rtlar, har xil oziqa eritmalar berib turish kerak bo'ladi. Xo'p, yana bitta savol tug'iladi. Yosh bolali onalarimiz uyda bolaga ko'proq kislorod yetkazib beradigan qanaqa o'simlikni, qanaqa gulni tavsiya etasiz? Asosan xona sharoitida eng yaxshi tez gullab, chiroyli kayfiyat boshlagan pelargoniya, geran o'simligini o'stirish mumkin. Keyin xlorofitum oshxonalarga o'sha oshxonadagi ovqat hidlarini ham xlorofitum yutadi, tozalaydi, ya'ni laboratoriya guli desa ham bo'ladi. Xlorofitum, keyin Xitoy atir gulini ko'proq tavsiya qilsa bo'ladi. Lekin uy xona sharoitida hozirgi kunda yangi chiqdi antiurum o'simliklarni xalq tilida erkak baxti, ayol baxti deb aytishadi, lekin bu antiurum degan gul hisoblanadi. Shuning uchun ular chiroyli uzoq vaqtgacha gullab turadi, lekin ular albatta torfda o'sadi. Keyin mana Zamia kulkas degan hozirgi kunda o'simlik yaxshi, u ham o'sha ko'payib
ko'payib ketadi. Kichkina bo'lgan paytda uni albatta katta tuvaklarga o'tkazib turish kerak. Ildizlari nima bo'lib qolishi mumkin, o'ralib, shuning uchun o'sgandan keyin uni albatta tuvaklarini almashtirib turish kerak bo'ladi. Uyda mana oleandr gullarini, mana oleandr gullar uyda saqlab bo'lmaydi. Chunki ular karbonat angidrid chiqaradi, kislorod yutadi. Kislorodni yutib qo'yadi. Shuning uchun mumkin emas hamda zaharli o'simlik hisoblanadi. Xo'p, o'z-o'zidan savol tug'iladi. Hozir kunda gadjetsiz, ya'ni telefonsiz yoki kompyutersiz, planshetsiz yashamaydigan inson qolmadi. Vaholanki bu o'z vaqtida bizni markaziy asab tizimlarimizga ham ta'sir etadi. Biz eshitganmiz yoshligimizdan asabni tinchlantiradigan gullar yoki o'simliklar deydi. Hovliga yoki landshaft shaklida uyga, xonadonga ham mana shu asabni tinchlantiradigan gullar bormi? Asabni tinchlantiradigan gullar mana shu nima, hamma xona gullari ko'pchiligi chiroyli gullab tursa, hammani asabini tinchlantirsa kerak deb o'ylayman. Lekin nima, parvarishga ham bog'liq. Parvarish qilish kerak albatta. Parvarish qilish chiroyli ochiladigan gullar, mana bugunvilya degan gullar bor, doim ochilib turadi. Keyin yana qirquloqlar ham yaxshi, masalan. Keyin mana asparagus gullari bor, xona sharoitida o'stiradigan. Gullar ko'p, kaktuslar bor. O'sha telefon, kompyuterlar yoniga albatta kaktuslarni qo'ysa, hozirgi kunda kaktuslarning juda ko'p turlari bor. Gullaydigan, gullamaydigan turlari ham bor. Ularni foydali xususiyatlari bor. O'sha radiatsiya nurlarini o'simliklar o'ziga tortadi. Shuning uchun ular kaktuslarni qo'yish kerak. Aloylar dorivor sifatida ishlatasiz. Demak, bizni telefonimizdan chiqayotgan radiatsiya nurlarini kaktus o'ziga yutadi. Kaktus ham yordam beradi. O'sha o'simlik yordam beradi. Nurlanadi. Tushundim. Yana qarangda, o'simliklar gapiradi deydi yoki gaplasha oladi deydi. Sizning fikringiz qanday bu bo'yicha? O'simliklar gapira olmaydi, lekin ta'sirini sezadi. Ta'sirini sezadi. Masalan, mimoza guli bor. Uyatchan mimoza deyiladi. Shunday nima qilsangiz yumilib qoladi. Ta'sir qilsangiz, o'sha undagi nimalar ta'sir qiladi. Keyin hasharotxo'r o'simliklar bor. Chunki hasharotxo'r kelib qo'nganda mana dratsena, suqaroqchisi, keyin nepenthes degan o'simliklar bor. Bular hasharotxo'r o'simliklar. Hasharot qo'nishi bilan ulardagi mana qopqoqchasi yoki ularning ko'zacha bo'ladi, ular yopiladi. Chunki o'sha hasharot hazm bo'ladi va uning qanotlari keyin shamolda uchib ketadi. Boshqa biror ta'sir qilganingizda u hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Chunki o'sha o'simlikdagi chumoliq kislota bilan hasharotdagi chumoliq kislota hamda o'sha barglarning usti qismida shilliq yopish. Xo'p, dunyoda shunday o'simliklar bor, ularning soni, oila turkumi seroq. Ayrimlar qizil kitobga ham kiritilgan, ko'plari. O'simlik ham insonga xavfli bo'lish mumkinmi? O'simliklar, xavfli o'simliklar ham bor. Ular o'sha ko'pchiligi mana endem turlar bo'lyapti hozirgi kunda. Ko'pchilik o'simliklar mana dam olish nimalarga chiqqanda hamda kamayib bormoqda o'simliklar ham. Lekin xavfli o'simliklar juda ko'p. Hattoki insonning hayotiga xavf soladigan mana Atropa belladonna degan o'simlik bor. Uni ozgina nimasi ham insonni o'limga olib kelishi mumkin. Keyin yana bitta ruxnus communis degan kana kunjutni urug'i insonga xavfli ta'sir ko'rsatadi. Keyin mana sambitgul, oleandr mana. Oleandr ham qadimda o'sha nayzani o'qiga o'sha gulni qo'yib dushman tomonga otishgan. O'ldiradi. Lekin oleandralarni parvarish qilganda albatta qo'lqop kiyib, ehtiyot bilan parvarish qilish kerak bo'ladi. O'zida zahar ajratadi. Zaharli. Mana Atropa belladonnani ozgina dozasi ham nimaga insonga xavfli ta'sir ko'rsatadi. Keyin mana tog' turbot o'simlik bor. Bular O'zbekistondagi uchadigan o'sha zaharli o'simliklar hisoblanadi. Ular o'sha teriga tekkan joyni kuydiradi. Ular chiroyli gullab turadi. Mana tog'li hududlarda qarag'aylarning ostida, archalarning tagida chiroyli gullab turadi. Darhol borib ularni olmaslik kerak bo'ladi. Chunki ular zaharli. Qo'lingizga olgan zahoti qo'lingizga pufakchalar bo'lib terini kuydiradi. Xavfli o'simliklar bor. Demak, bizni ko'zimizda chiroyli bo'lib ko'ringan, qanaqadir estetik zavq bergan o'simlik aslida bu xavfli bo'lishi ham mumkin. Zaharli o'simlik hisoblanadi. Ko'pchiligi zaharli bo'lgan bilan ko'pchiligi tibbiyotda, ya'ni alkaloidlar olishda ham ishlatiladi. Masalan, mana itizmdoshlarga kiradigan o'simliklarda mana bangi devoni. Lekin chiroyli gullaydi.
tashlandiq joylarda ham o'sadi, lekin ko'chalarda ham manzarali o'simlik sifatida o'sadi, lekin ular ham va biror nimasi baribir zaharli hisoblanadi. Shayton kosa ham deydi uni. Shayton kosa deydi. Odam nima undan iste'mol qilgan vaqtda u o'sha jinni sifat nima bo'lib qoladi. Hushi boshqacha bo'lib qoladi. Hushini yo'qotadi. Bangi devona, ming devona bular alkaloid saqlovchi o'simliklar. Lekin bularning nimalarda ayrimlardan dorivor sifatida ham foydalaniladi. Meditsinada, tibbiyotda dori sifatida foydalaniladi. Mana yana o'z-o'zidan savol tug'iladi. Meditsinada yoki tibbiyotda foydalanadi deyapsiz. Ayrim o'simliklarni men bilaman, aloyni. Ya'ni yeringlaganda uni postini ajratib qo'ysa, u o'zining yeringni o'ziga shimib oladi. Men faqatgina shu o'simlikni bilaman. Yana shunga o'xshash o'simliklar bormi? Uy sharoitida yetishtiradigan. Uy sharoitida yetishtiradigan aloe juda ham undan zabur olinadi. Unga o'sha bargidagi uni ikkita uni dorivori bor va manzarali bor. Dorivori och, yashil rangda bo'lib, chetlari mayda tishli bo'ladi. Manzaralisi to'q yashil rangda bo'ladi. Chiroyli bo'ladi. U manzarali sifatida uni lekin o'sha yara chiqqanlar chiqqanda, furunkullar bo'lgan vaqtda bargini kesib, o'sha yerga bog'lasa, o'sha yeringni tortib oladi, yordam beradi. Bu qadimdan xalq tabobatida ishlatilib kelingan. Bundan tashqari uni shirasi, o'sha bargidan ajralgan shirasini oshqozon 12 barmoq yara kasalligida dorivor hisoblanadi. Keyin mana nima asal bilan birga 1,5 nisbatda qilib tayyorlansa, masalan, 1 piyola aloe shirasini olsangiz, 1,5 piyola asal bilan arash. Chunki aloe juda ham achchiq bo'ladi. Shuning uchun uni 1,5 nisbatda tayyorlab, o'sha oshqozon 12 barmoq yara kasalligida ichish mumkin. Lekin aloedan tayyorlangan inyeksiyalar ham 40 yoshdan keyin inyeksiya qilish mumkin emas. Chunki o'sha organizmdagi nimalarni o'sma raq hujayralarini o'stirib yuboradi. Demak, u xavfli tomoni ham bor, foydali tomoni ham bor. Lekin qalanxo'y degan yana xona sharoitida qalanxo'y degan o'simlik bor. Bu nima uy aptekasi desa ham bo'ladi. Bu gulni ham chiroyli gullaydi, ham tirik tug'ar o'simlik hisoblanadi. Buni mana rinit tumov bo'lgan vaqtda bir tomchisini o'sha burunga tomizsa bo'ladi. Keyin mana juda ham dorivor xususiyatiga ega. Qalanxo'yi. Mana qirquloqlar ham dorivor. Organizmda o'sha bolalarda bo'ladigan gijjalarni tushirishda ham bu o'simlik ham manzarali, ham dorivor sifatida ishlatiladi. Xo'p, bizda mana kuzatib turgan kuzatuvchilarimizda ayrimlarida bu juda ko'p holatda uchraydi. Ya'ni uy sharoitida ekkan gullari yoki tuvaklari tez qurib qoladi. Bunga xonaning harorati ham o'z o'rnida ta'sirini o'tkazadi, to'g'rimi? Xona harorati qanday darajada bo'lishi kerak? Xona harorati shu 18-25 gradusda xona haroratida juda gullar yaxshi o'sadi. Gullarga o'sha ortiqcha suv bermaslik, juda ko'p suv bermaslik, juda kam suv bermaslik gullarni quritadi. Shularga e'tibor berish kerak. Sug'orishga, o'g'itlashga, barchasiga va nimasini mana quyosh tushadigan tomonga, soya joyga joylashtirishda katta e'tibor talab qiladi. Joylashtirish ham katta e'tibor talab qiladi. Bundan tashqari barglarini tozalab turish kerak. Mana fikuslarni barglari chang bo'ladi. O'sha barglarni ohistalik bilan tozalab turish kerak yoki purkash kerak. Hamma e'tibor berish kerakda. Qancha yaxshi parvarish qilsangiz, shuncha yaxshi o'sadi. Xo'p, qarangda, fikr. Butun yer sayyorasida, koinotda insoniyat qolmadi. Faqat o'simlik qoldi. Ya'ni insoniyat antropogen omil yo'q u yerda. O'simlik qancha vaqt yashay oladi yoki bo'lmasam uni sug'ormaslik va hokazo. Sizning tasavvuringizcha bu fikringiz? Agar undan bo'lgan bo'lganda o'simlik suv hech qanday nima bo'lmasa albatta qurib qoladi. Qancha vaqt qoladi? Masalan, aloe kaktuslar uzoq vaqtgacha yashashi mumkin. Lekin u sug'ormasangiz ham yillab turishi mumkin. Yillab ham turishi mumkin. Aloelar, kaktuslar. Qolgan o'simliklar bir oy suv bermaganingizda ham albatta o'lib qurib qoladi. Tuproqi zichlashib qurib qoladi.
Xo'p, demak yana o'z-o'zidan shu savolning ortidan savol. O'simliklar mana hozir kunda katta megapolis shaharlarimiz juda ifloslik darajasi yuqori bo'lib ketdi. O'simlik qanchalik ko'p bo'lsa yoki havoni tozalashda o'simlikning o'rni qanday? O'simliklar havoni tozalashda Faqat katta daraxtlar ahamiyatga emas, ega. gullar. Hamma o gullar ham, daraxtlar ham havoni tozalashda katta ahamiyatga ega. Chunki ular inson uchun kislorod ajratadi. Birinchi navbatda. Keyin masalan ochiq urug'lar, o'simliklar bo'lsa, havoni tozalaydi. Har xil mikroorganizm, mikroblardan, bakteriyalardan tozalaydi. Ya'ni ular pitansid ajratadi, tozalaydi. Qancha o'sha o'simlik yashil hudud ko'p bo'lsa, shuncha kislorod ajraladi. Keyin mana daraxtlar mana shovqinni tutadi birinchidan. Keyin masalan mana hozirda yana chinorlar ham unchalik ko'p ekilmayapti, lekin chinorlar shovqinni tutadi, o'sha changlarni oladi, lekin allergik beradi deb ko'pchilik uni nima qiladi, lekin o'sha yashil bargli daraxtlarni ko'plab ekish maqsadga muvofiq. Lekin mana binolarning qurilishi, yangi yerlarning o'zlashtirilishi, yangi uy shaharlanish, mana urbanizatsiya bo'lishi natijasida ko'pchilik o'simliklar yo'qolib boryapti. Nobud bo'lyapti. Shuni o'rniga har bir odam, har bir inson bitta daraxt ekkanda ham mana bu yashil o'rmonlarni qayta tiklash kerak bo'ladi. O'rmonlar qancha ko'p bo'lsa, yashillik, shuncha tiriklik, shuncha yaxshi bo'ladi. Hozir bu borada jadal ishlar amalga oshirilmoqda. Mana yashil makon loyiha deymiz yoki bo'lmasam erta bahorda shu bilan birgalikda kuz faslida o'sha shaharlarning ochiq joylariga daraxt ekishlar aksiyalari bo'lib o'tadi. Bu albatta natijasini beradi. 3 yil, 4 yildan keyin o'sha ekkan daraxt xudo xolasa o'z natijasini beradi. Xo'p, yana bir savol. O'simliklardan energiya olishimiz mumkinmi? Albatta energiya olamiz. Chunki o'simliklar birinchi energiyasi yoki elektr energiyasi to'liq olib bo'lmasa ham, o'simliklarda ham o'sha fotosintez jarayonida, fotosintez fitolanmasida elektronlar bo'ladi. Ma'lum darajada unaqa to'liq unaqa energiya olib bo'lmaydi. Lekin baribir o'simliklarda qisman bo'lsa ham nima ularda ham o'sha fotosintez jarayonida energiya nimasida qisman bo'lsa ham oz miqdorda bo'ladi. Energiya nima qilish mumkin. Bizda kuzatuvchilarimizda yoki bo'lmasam umuman bu sohaga yoshligidan botanikani o'qimagan inson bo'lmasa kerak. Chunki maktabimizda 5-sinfda botanika fani yoki bo'lmasam tabiatni asrash va shunga o'xshash fanlar o'tilgan. Fotosintez jarayonini oddiy, sodda qilib tushuntirib bering. Fotosintez jarayonida oddiy moddalarda mana anorganik modda, buni albatta bunda quyosh energiyasi kerak bo'ladi. O'sha quyosh energiyasi sifatida o'simliklar oziqani quyosh nuridan oladi. Albatta. Shuning uchun fotosintez bu tiriklikning nimasi deydi. Bunda o'simliklarning albatta barglari asosiy vazifani bajaradi. Fotosintez, suv bug'latish, kislorod ajratish vazifalarni bajaradi. Fotosintez bu tiriklikning asosi hisoblanadi. Tushundim. Anarjon opa, bitta savol. O'zingizning shaxsiy taklifingiz bo'ladi. Uyingizda gullar nihoyatda ko'p. Uni xillari nihoyatda ko'p. Yoz oyi yoki erta bahordan ochiladigan har xil gullar bo'ladi. Sizni yoshingizdagi onalarimiz ham gulni ko'pchilik ayol kishi hamma gulni yaxshi ko'radi. O'zingizning shaxsiy maslahatingizni bera olasizmi? Qaysi xonadonda ko'p qavatli uylarda qaysi gullarni ko'paytirish kerak? Chunki uni o'stirish oson. Xonadonda, hovlilarda yashaydiganga o'zingiz qaysi gullarni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Hovlilarda yashashda albatta rayhon gullarini ekish kerak. Yozda birinchidan ulardan chiqadigan efir odamga xush kayfiyat baxshlaydi. Masalan, mana qadimda ham momolarimiz quloqini ostiga albatta rayhon taqib yurishgan. Bu o'sha uni kayfiyatni ko'taradi. Undan chiqadigan ifor insonga nima bag'ishlaydi. Keyin mana hovlilarda o'sha geranlarni ko'paytirsa bo'ladi. Aloylarni ham mana hovliga eksangiz kuzgacha juda katta bo'ladi, keyin ularni tuvaklarga o'tkazasiz. Gulni ko'paytirish maqsadida agarda masalan 10 ta aloyingizni ekkaningizda uni 20 ta qilib ekishingiz mumkin kuzga qarab. Geranlar ham xuddi shunaqa. Keyin yana qaysi gullar?
ko'proq ochilib turadigan mana dorivor o'simliklardan ham ekish mumkin, tirnoq gullarni ekish mumkin. Ham gullarini terasiz, bu antiseptik xususiyatga ega. Bundan tashqari guli butun yoz bo'yi o'sha aprel oyidan, o'sha mart oyidan toki kech noyabrgacha gullab turadi. Albatta, gulini olasiz, urug'laydi, urug'ini olasiz, gullaydi, urug'ini olasiz. Bu ham dorivorlik xususiyatiga ega, ham manzaraviy xususiyatiga ega. Bir tirnoq gulni ekishni tavsiya beraman. Hovlilari bo'lsa agarda, albatta tirnoq gul yoki moy chechakni ekib qo'ysa, dalachoy, bular dorivor. Uy-xona sharoitidan bemalol ishlatiladigan, bular dorivor ham manzarali o'simliklar hisoblanadi. Yana bir savolda, endi men ko'proq yosh onalarimizni o'ylab savol beryapman. Beshikda farzandi yotgan uylar bor. Nima deydi? Bu juda baxtli oilalar, onaning eng unutilmas davrlari. Ushbu xonadonga yoki ushbu xonada chaqaloq beshikda yotgan xonaga qaysi gulni tavsiya qilasiz? Bolaning asabini tinchlantiradigan yoki bo'lmasam unga ko'proq kislorod beradigan. Ko'proq kislorod beradigan mana shu xlorofitumni tavsiya qilaman. Juda ham tez o'sadi, ham o'sha xonani tozalaydi, o'sha chaqaloq bo'lgan xonani ham tozalaydi. Keyin yana mana Xitoy atirgulini naqsa bo'ladi, u ham ko'proq o'sha naqsa bo'ladi. Keyin fikuslarni o'stirsa bo'ladi. Keyin nimalar bor? Mana nimalar? Hozirgi ko'pchilik orxideyalarga qiziqyapti. Orxideyalar ular lekin uzoq vaqt nima qilmaydi, u parvarishi murakkabroq. Shuning uchun yaxshi o'sadigan, gullab turadigan gullarni tavsiya qilaman. Mana xona sharoitida o'sha qalanqo'yni o'stirsa bo'ladi. Gullaydigan turlari bor, dorivor turlari ham bor, gullaydigan turlari ham bor. Ularni qo'ysa bo'ladi. Xo'p, tushundim. Mana hozirgi kunda katta supermarket yoki bo'lmasa katta gigant magazinlarga kirganimizda dekabr oyida ham banan bor, yanvar oyida ham banan bor va apelsin issiqxonalarda yetishtirilyapti. Bundoq qaraganda bizni o'lkamiz hozirgi kunda ushbu banan yetishtirishga issiqxonada mutaxassislar nima deydi, o'zi yutuq mutaxassis bo'ldi banan yetishtirish bo'yicha. Mana bizda orqamizda banan turibdi yoki bo'lmasam kaktus. Bu o'simliklarni ochiq havoga o'zimizda misol xonadonlarga eksak bo'ladimi? Meva beradimi? Bu bananlarni xonadonga eksa bo'ladi, lekin ular bizda meva berishi qiyinroq. Chunki harorat yetarli emas bizga. Bananni nima qilsa, banan tropik mintaqa o'simligi hisoblanadi. Shuning uchun oxirigacha yetmasligi mumkin. Hosil beradi, lekin issiqxonalarda berishi mumkin. Issiqxonalar ham nima bo'lmasligi kerakda, oxirgi. Ular harorati kuchli, juda katta issiq talab qiladi. Issiqlik oranjeriyalarda, issiqxonalarda berishi mumkin. Lekin hovliga ham chiqarish mumkin, lekin qishda ular nima qilmaydi? Chidamsiz bo'ladi. Sovuq qurib qoladi. Xo'p, oxirgi savolim. O'zingiz sohani egasi bo'lib, botanika bo'yicha olimi ayol sifatida agar sizga qo'yib berganda butun O'zbekiston bo'yicha yoki Osiyo, dunyo bo'yicha qaysi o'simlikni, qaysi gulni ko'paytirgan bo'lardingiz? Endi gulni emas, oziq-ovqat xavfsizligi borda, hozirgi kunda men o'sha bug'doy bilan sholini tanlagan bo'lardim, qishloq xo'jaligi nimasi bo'yicha. Lekin daraxtlardan yong'oqni tanlagan bo'lardim. Nega? Endi bular nima deydi, oziq-ovqat sifatida ishlatiladi, ham nima soya salqin o'simlik hisoblanadi, keyin mana dorivor o'simlik hisoblanadi. Shu yod yetishmasligi natijasida ko'pchilik kasalliklarda ishlatiladi. Keyin mana mevasi o'sha xotirani yaxshilaydi. Hozirgi kunda mana telefonlar ishlatadi, hamma juda xotirasi pasayib ketadi. Shuning uchun yong'oqni iste'mol qilsa xotirani ko'taradi. Shuning uchun yong'oq endi nimalar bo'yicha bug'doy bilan sholi menimcha ekilsa shu oziq-ovqat xavfsizligini oldini olsa bo'lsa kerak deb tushundim. Demak, bizning hurmatli kuzatuvchilarimiz, o'zingizni hozir media makonda, hamma media makonda, ya'ni gadjet bilan yashayapmiz. Shunday orqali erta tongdan yoki kun davomida yong'oq
iste'mol qilish kerak ekan. Juda ham ko'p xotirani. iste'mol qilib bo'lmaydi. Albatta, allergiya, Ha, shunga o'xshash. ko'pchilikda allergik holatlarni qo'zg'atishi mumkin. Keyin yana Oz miqdorda bo'lsa ham. hovlilarga yagoda goji deydi. Buni ruschada jingil o'simligini ekishga tavsiya beraman. U yoshartirish xususiyati, lekin zaharli o'simlik, me'yordan oshib yeb bo'lmaydi. Chunki u ham juda ham yaxshi yoshartirish xususiyatiga ega, bepushtlikni davolaydi, antiseptik xususiyatga ega. Bitta eksa, bitta o'simligi 5 kilogramgacha meva beradi. Lekin yana ildiz bachkalardan ko'payib ketadi. Bog' bo'lsa, agarda bog'larini chetlariga, devor chetlariga yashil devor sifatida ham yordam beradi. Namatakka o'xshash ko'payib ketadi. Yana bir savol, oxirgisi dedim, yana bir savol tug'ildi. Hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqda qizlarimiz, ya'ni ijtimoiy tarmoqni kuzatib, turmush o'rtog'idan yoki akasi, ukasi yoki sevgan yigitidan gul olishni orzu qiladi. Endi to'g'ri, hamma ayol ham, qiz bolalar ham gulni yaxshi ko'radi. Lekin bu ijtimoiy tarmoqda ichidagi hayot. Agar siz misol turmush o'rtog'ingizdan har kuniga yoki haftasiga qaysi gulni olishni kutardingiz? Va qizlarimizga ham so'lib qoladigan go'yoki bir boshqa gul emas, mana shu gulni tavsiya qilgan bo'lardingiz olishni. Endi har kim o'zini nimasi bor yaxshi ko'radigan gul bor. Men xrizantemalarni, astra gullarini, Gergina gullarni yaxshi ko'raman. Boshqalarga ham guldasta sifatida shuni bersalar, atirgulni sevmaydigan odam bo'lmasa kerak. Shularni bersa, maqsadga muvofiq, hammaga tilab qolaman. Shu mana nimasigami, rafiqasiga, singlisiga, onasiga albatta o'sha atirgullar, o'sha xrizantema, astra gullarini bersa yaxshi deb o'ylayman. Demak, mana yuqorida aytilgan gullarni bizni kuzatuvchilarimiz endilikda har hafta onangizga yoki ayolingizga, rafiqangizga, singillaringizga to'g'ri katta hajmda bo'lmasa ham, bir dona bo'lsa ham bersa, bu albatta e'tibor, to'g'ri. E'tibor. Shu bilan bugungi podkastimizni o'z nihoyatiga yetkazamiz. Anarjon opani kattakon rahmat aytib qolamiz opa. Va yana bu siz bilan oxirgi uchrashuvimiz emas, intervyu emas. Bizni kuzatuvchilarimizdan kommentariyada o'z fikrlarini va kelgusi sonlarda nima savollar berishini yozib qoldirishni so'rab qolgan bo'lardik va keyingi uchrashuvda mana shu savollarni siz bilan yuzlanamiz. Rahmat kattakon. Rahmat sizga ham rahmat.